deylik, mana siz oyliklarni qachon berasiz? Misol uchun oy tugadi, 5-to'yda oylik berasiz. 5 kun haligi odamni haqqini ushlab turibsiz-da. Bu oy bo'ldi-yu. Ichidan nimalar o'tishi mumkin? Kimdir xolodilnikni ochadi, go'sht bo'lmasa, qo'lni ochib duo qilmaydi. Rahbarim dadala bo'lib ketsin demaydi. Lekin mana bundan bitta o'tsa, siz biznesingiz to'kilishni boshlaydi. Nimaga to'kilganingizni ham bilib qolasiz. Qalbidan nimadir o'tib ketdi, xafagarchilik, norozichilik, bu o'zi bilmasligi mumkin bu narsani. Lekin sal o'tib qoldi. Dedi, mana hozir xo'jayin yuribdilar Maldivda, men xolodilnikni ochdim, xolodilnikda go'shtim yo'q. Bitta o'tib qolsa bo'ldi. Bu yerda baraka ketadi. O'zi baraka ketadi. Keyin qarasangiz suvda tushib ketyapti, hamma zo'r xodimlaringiz ishdan ketib qolyapti-da. Keyin nimaga deysizda? Tushunolmasdan haqli treninglarga borasiz. Umraga borasiz, hajga borasiz, namoz o'qiysiz, qoraga borasiz. Shunaqa.